Qo'qon eski shodlik metandi yonida Anhor choyxonada biz baliqlarni yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Souslarga botiribmiz. Anhor choyxonasida nafaqat erkaklar, balki ayollar kelib bemalol gaplar ham o'tkazib baliqlar yeb ketishi. Ishtahani ochib olamiz. Italyanskiy qalampir. Baliq yaxshi ko'raman-da. Anhor choyxonasi bemalol joy zakaz qilish uchun mana shu nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Tepada turgan. Anhorda baliqlariga gap yo'q. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Barchalaringni Qo'qon Abxatnoy yo'lida eski shodlik metandi yonida Anhor choyxonasida kutib qolamiz. Sog' salomat bo'lasizlar.